Nexus 3 ga monitor qo'ymoqchi bo'lgan ukalar, bitta kichkinagina video obzor. Nexus 3 ga monitor qo'yish uchun bitta mana bunaqa o'zining ramkasi kerak bo'ladi. Bitta ko'rasizlar, mana original ramka. Xo'p, bugungi Nexus 3 ga qo'yadigan monitorimiz TSCC3 2K 360 kameralari bilan birga. Ya'ni shuni qo'yamiz va undan tashqari oldini syomka ham qilib ketilsin deyish uchun bitta video registrator ham qo'yiladi. Buni Nexus 3 ga qo'ygandan keyin ovozini bez usilitel o'zi zo'r chiqarsin deydiganligiga bitta Dante kolonkasini maslahat beramiz. Bitta ko'rasizlar 13 razmer. Buni oldi eshuvga qo'yiladi. Koeffitsientli bo'ladi, o'zining pechalkalari mana o'zida bo'ladi. Xuddi shu narsani 16 razmerni, ya'ni orqa polkaga qo'yiladi. Xuddi shu kolonka razmeri 16. Shu komplektni Nexus 3 ga qo'yasizlar, xudo xohlasa zvuchanalari, tinu ko'rsatishlari вообще ideal bo'ladi. Agar sizlarga ham shunaqa original komplekt kerak bo'lsa, pastki raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.